ikkinchi qism. Kiyim ishkabini shuncha izlabmi ish qilganda kiydigan tanharkat kiyimimni topolmay jeli bo'lib turganda go'zal eshikdan kirib keldi. Nima izlayapsiz, jinim? U tatliq jilmayib yotoq uy kiribla chiroyi o'ngdi. Uyni nimanda qalaymaqan qivatdingiz? Kiyimlarning hammasini karvatga yeyib etibsiz-ku. Nima izdegantingiz zodi shundoq qilib? Uning men zodil anglab baxmagan varqirgan ovozi menimda qattiq og'riq paydo qilib atgan bo'lsa-mu, uning ochiqlangan chog'dagi texmi chiroyli bo'lib ketgan yuzlariga qarab, turilgan qapoqlarim vildida echildi. Xapomang, hozirlashib uyushtirayman. Dedim, uning chiroyli ko'zlariga qarab. Ish qilganda kiydigan yiliqi kiyimimni izlab. Kiyimlaringizning hammasi ishkabda esiqliq-ku. Tayyor esiqlik kiyimni topolmadingizmi? Mening deganim heliq qo'nrab ketgan tanharkat kiyimi. Sizning nədunda kiyimingiz bor? Heliqi etizda kiydigan. Nimlan jo'ylib yurisiz? Siz qaysi kiyimni kiyib, qachon etizda ishlab baqqan? Go'zalning bu gapidan bayatın yoqi chechilib ketgan nervilarim asli kelgandek bo'ldi. To'g'ri. Men u kiyimlarni bu uyga akelmagan tursam, yangidan setib olgan bir necha qur kiyimni elib chiqib ketmadimmi u uydan? Mushkullarda nima bo'lyotdi sizga? Bir qismini bo'lib qilyapsiz. Go'zalning qo'lini beliga tirab, savol nazarda qarashidan o'zimni qochirib sirtqa chiqdim. Rol tutgan qo'llarim bilib bilmay mashinani opamning mahallasiga, ya'ni heliqi yerga haydab bordi. O'g'lim degandek yerning yuzini bir qavat sho'ri qoplagan. Qirlari oz to'lib buzilgan edi. Bu yer bilan birga echilgan atrofdagi yerlarda qo'noq maysilari va boshqa ziroatlarning ko'kirib turganligiga qarab ichim echishdida darhol berib etizning bir chetiga yasalgan kichik uydan katman go'rjaklarni elib, buzilgan qirlarni o'ngshab, suv turbasini echib, birer soat kuzatgandan keyin vaqtga tengshidim. Qaytish uchun mang'inimda ay ko'tarilgan. Eqiyotgan suvning shildirishi qo'shilib, chekatkalarning chirildigan ovozi anglanib turadi. Tog' tarafdan kelayotgan salqin shamol shuncha huzur beg'ishsizmi, qo'risqimning etishiga bardoshlik berolmay suratni tizlatdim. Uyga yaqin qolgancha qo'risqimning etishi texmi adab gaz bog'lab ketgan lavlarim texmi qurib ketdi. Shu topda bir istakan choy bilan o'xshagan bir taqsilag'man bo'lsa degan tamoda eshikni ochdim. Sezgirlashib ketgan burnim oshxona uydan chiqadigan tomoq edin purmagan bo'lsa-mu, umidlik ko'zlarim choy ustili va tomoq ustini tizla arlab chiqdi. Afsus, ustal usti qup-quruq. Men arzu qilgan bir istakan choy ko'rinmaydi. Nega bordingiz? Go'zalning atiyinkidan kuchliroq chirqiroq ovozi qulog'imga kirdi. Voy, nima vayronchilik bu? Shuncha qimmat pullik kiyimni to'pig'i milab kelibsiz-ku, oyoqingizdagi nadiki loy, o voy o'lay. Shuncha bo'lib ketgandek nadiki patqoqqa kechib yurdingiz. Etizga borgan, bek kirib ketdim. Qaysi etizga? Sizning yeringiz yo'qdi-ku. Asl dadamdan akam qolgan yerdi. Akam hadisiga yo'liqib meyib bo'lib qolgandan keyin opam menga topshirgan. Hisob aran qolgan bo'lsam-mu, go'zalning texmi xafa bo'lib ketishidan ansirab, putimning uchida dasab, tozliq uyga kirib, to'pi bo'lib ketgan sirtqi kiyimlarimni silib, put qo'llarimni yuyib bo'lib, tomoq ustiga kelib o'ltirdim. Hajab, men bilmaydigan mana, necha yildan beri mendan yo'shirib keldim dang. Tozliq uydan chiqishim bilan go'zalning yana og'zi ichildi. Ashiyaning puli bilan xotin bolalaringizni beqib keldingiz, shundami? U degan tex o'zlashmagan yatulsa, nadik pulkan u? Siz bilan men tanishgandan beri u yerga bormag'ach sizga deyishnim unutib qopdim-a. Uning ustiga bu akamning yeri. Akangizning yeri bo'lsa, o'zi dermay sizga nimba u yerda to'pig'i milinib. Pulni kimga xajlab bergan bo'lsangiz, shu o'zi kelib ishlasin. Go'zalning asldili cho'ng ko'zlari texmi yo'g'nab ketgan edi. Ha,
bildim. Burunqi rəp ayolungizni nemancha hal tartadigan bo'lib ketdikin desam, Ashiyaning pulining kuchkanda, texi av ikki lökchigingizdan xo'rikining o'sib ketishi bekor emaskan. Chang'ida tekkan tasdik bilan Go'zalning gapi og'zida qoldi. Shu topda o'zimni qattiq tutib olmasam, uning chiroyli yuzlariga yana bir nachin urib etishim mumkin edi. Qo'rsaqning ochliqidan beshim qiyib, ko'zimga qizillik tiqilib turadi. Uning qo'yivetilgan uzun sochlari bilan yerimi to'silib qolgan yuziga, nefis uxlash kiyimi ichidagi dam-mudam silkinib turgan mo'rlariga tunji qitim bezorlik bilan qarab etib, ishni jang'ida yeb etib uydan chiqdim. Kechining odamga huzur beg'ishlaydigan salqin havosi boyiqi g'azbimni ozroq pastga tushirgan bo'lsa-mu, lekin ichimdan bir ochiq qaynab turadi. Maqsadsizla xeyli uzoq mangandan keyin shahar sirtidagi odam shalangroq ko'chaga chiqib qoldim. Bu yer shaharning shavqin surallaridan xoli bo'lib qolmay, mashinalarmi oz edi. Mushu ko'chada yaxshiroq oshxona bo'lsa tamoqlanish maqsadida yo'l bo'yidagi viviskalarga qarab ketib etib, ko'zim bir stakan choy degan xatga tushib qoldi va qadamlarim ixtiyorsiz shu yoqqa qarab mangdi. Choyxona ichi oddiy bezalginiga qaramay, odamga ozoda yiqishliq bilinadi. Tamoqxona yoki restoranlardagidek bir ustalni cho'rdab o'rnida qo'yilmasdan, oilalarda ishiladigan yumshoq kresloning oldiga kashtilik yopqish yepilgan choy ustuli qo'yilgan edi. Kutkichi boshlagan o'rinda o'ltirib, oldimdagi kashtilangan oppoq yopqish yepilgan choy ustuliga va ustal ustidagi mevalarga qarab, tuyuqsizla burunqi uyimga berib qolgandek hissiyotga kelib qoldim. Qanday choy ichsiz apandim? Kutkichi qo'lidagi choy tizimdagini uzatdi. Pamil choy bormi? Dedim kutkichining qo'lidagi tizimni qarmasdilla. Baba. Oldim qo'yilgan qiyniq damlangan bir stakan choyni qo'limga ilib, tashnalik bilan sumirdim. Cho'ng stakandagi choyning yerimini ichib bo'lgandan keyinla tashnaliqim besilgandek bo'lib, atrofga sap soldim. Oddiy bezalgan tomlarga, aynak ramkalarga ilingan aqliya so'zlar eslag'an edi. Tam, kristal, choy ustuli bilan rangi nihoyat moslashgan bu ramkalar nihoyat ko'rkam ko'rinadi. Choyning eng yaxshisi ayolingiz demlab bergan choy. Men o'ltirgan ustalning qarish tarafidagi tomdagi ramka ichidagi bu xatga qarab, qancha uzun o'ltirganimni bilmayman. Yenimga kelgan kutkichi qizning "Apandim, qaytadigan vaqtingiz bo'ldi" degan ovozidan esim kelib, tabassum qilib turgan kutkichiga hayronlik bilan qaradim. "Nim dedingiz?" "Qaytadigan vaqtingiz bo'ldi, apandim." dedi kutkichi yana shundoq siliq ovozda. "Mening qaytishimni siz belgilamsiz yoki menmi?" Boyqi issiq choy, illiq muhit va yiqimliq muzikaning ta'sirida xeyli asli kelgan kayfiyatim yana chechilib, ovozimning yuqori chiqib ketganini tuymayli qoldim. "Choyxonamizning bu belgilimizni ko'rmagan o'xshaysiz, aka", dedi qiz, yanada shundoq kulimsirab, choy ustilining bir bulunga chaplangan qog'ozni ko'rsatdi. "Choyxonamizga kelganingizni qizg'in qarshi olamiz. Choyxonamizga kelgan har qanday mehmon faqat 1 soatla o'ltirsa bo'ladi. Bu 1 soat ichida ichgan har bir stakan choy 10 yuan. Ustal ustidagi non va mevalarga haq qilinmaydi. Mehmon o'ltirgandan boshlabla avtomatik vaqt hisoblanib 1 soatga to'shqanda mulozimatimiz to'xtaydi. Agar alayda ahvol bo'lib, mehmon 1 soatdan ortiq o'ltirishga to'g'ri kelsa, eshib ketgan har 1 soat uchun 50 yuan. Eshib ketgan vaqtda ichilgan har bir stakan choy uchun 30 yuan haq qilindi. Choyxona atigan soat 9 da ichilib, kech soat 10 da taqiladi. Mehmonlarning vaqtga rioya qilishini, har vaqt fikr takliflarini berishini va mukofotli faoliyatimizga qatnashib turishini qizg'in qarshi olamiz. Har oyda o'tkaziladigan mukofotli faoliyatning mazmuni o'xshamag'achqa vaqt kelganda ayrim uqtirish qilinadi. Bu belgilimlarni ko'rib, hayronligim aslab boshdi. Shundaqla ularning 1 soatdan ortiq o'ltirsangiz bo'lmaydi degan belgilimasi nihoyat bema'ni tuyuldi. Nada shundaq ish bor? Bu choyxona xo'jayinining bir bo'lsa kallasida ozroq dedi ba. Bir bo'lsa pulga to'yinib qolgan bir ahmoq. Hamma mehmonlarni mushunda qaydisa yoki ortiq o'ltirding deb qaqti so'qti qilsa, haq qarab turamdi. Shunda xiyol bilan yana o'ltirib,
ularning bu bema'ni belgilamasini rost ijro qiladigan yoki qilmaydiganligini ko'rib boqay deb turishimga tomdagi cho'ng soat o'rnidan urdi. Bu dang bilan tang choyxonadagi barliq mehmonlar o'rnidan qo'zg'aldi. Bu vaqtda bayatdan beri qo'yilayotgan lirik muzika to'xtab, kutkichilar choy ustallarini yig'ishtirishga boshladi. Har haftalik dam elishlarda jaboliq ishlashim natijasida yer xeli asli kelishga boshladi. O'g'lim qishliq ta'tilga kelib, yerning kelar yil atyazli terishga bo'ldiganligini biz cho'qim xush bo'ladi degan o'y bilan bugun muattiyandla bu yerga kelib bo'ldim. Tushda opamning uyida bir necha petermandan aldirab yeb, ishqi tushib ketgachga qorong'i tushib ketganini tuymayli qolgan edi. Bu yerga kelib ishlaganimdan beri opamning muomalasimi xeli yaxshilanib qolgan edi. Osmonda na oy, na yulduzlar ko'rinmaydi. Qozonni ko'mtirib qo'ygandek qorong'ulikda qo'l chiriqini yo'ritib mashinani to'xtatgan yerga qarab mangdi. Kech kuzning ochiq sovuqi yuzlarimga nashtardek sanchilatdi. Mechildab ketgan o'l oyoq ichidagi putlarim uyushib qolg'achqa qadamlarim noit tasti yutkilatdi. Shu tariqada mengib yo'l bo'yiga to'xtatib qo'yilgan mashinaga oralli chiqdim. Biroq shuncha qilibmi mashinani o't aldira olmadim. Qo'l chiriqini yo'ritib, mashinaning qapqig'ini ochib, u yer bu yerlarni ko'chilab boqqan bo'lsam-mu, foydasi bo'lmadi. Harg'illik, ochliq, sovuqning ta'sirida qo'llarimni qo'lashmaydi. Bu nasli yetmagandek, boya ehtiyotsizlikdan suvga tushib ketgan yan telefonimni olqinimda bir parcha kesakdek qop-qora holatda turardi. Muzdek mashina ichida yig'ilib etishdan o'zimni orali tutib o'ltirardim. Shu topda go'zal nima ish qilayotgandi? Meni saqlayotamdigandi? Nima tamoq etgandi? Tamoq degan so'z xiyolimga kelish bilanla go'zalning o'rniga burunqi ayolim almashib qoldi. Har qachon yo'lim qaraydigan, har vaqt qiyniq damlangan bir stakan choyni choy ustiga qo'yib qo'ydigan. Balandpaydan chiqayotgan oyoq tevishim qulg'uga shunchalik tonish bo'lib ketgachga, men eshikdan kirib bo'lguncha o'xshagan tomoqni oldim qo'yib bo'ldig'ini mening burunqi ayolim. Hargizmi go'zal emas. Yiliqi bir shaplaqdan keyin uyda tomoq edish tugul biror piyola choymi damlanmas bo'lib qolgan. Mening qo'rsqimning och to'qliqi, kiyimlarimning pokiz maynatligi bilanmi kori yo'q. Balkim u hozir hujrimizning eshigini taqvilib uxlab qolgandi. Uxlamgan holatdami uning menga choy damlab berishi, bir taqsi issiq tomoqni oldim qo'yishi asli mumkin emas edi. Titragan barmoqlarim bilan chaqmoqni tasti yiqib, tamaki tutashtirib, tamaki isini kuchab sumirdi. Tog' tarafdan kelayotgan izg'irin shamol kuchayib, mashinaning ichi borgancha muzlab ketyotdi. Qo'limdagi teg'i chekib bo'lolmagan tamaki qalduqini barmoqimning ko'yishiga qaramay kuchab mejidimda mashinadan tushdim. Bu yerdan 2 kilometrdan ortiqroq yo'l mangsam, opamning uyiga yetib boralaydim. Kechini opamnikida o'tkazib, mashinani at elib ketish maqsadida to'piq yo'lni kechib piyoda mangdim. Atrof nihoyatda jimjit va sirlik edi. Qayerlardandir naganda bir anglanib qoladigan itning qovgan ovozidan boshqa hech qanday shap anglanmaydi. Boyi to'nglab uyushib ketgan putlarim azroq isib, asli kelgan bo'lsa-mu, to'li suvga kechib, mechildab ketgan oyiqim tezroq mengishimga qarshilik qilib turardi. Shu asnoda yiroqdan nur tochkisi ko'rinib, asta-asta yiqilib, keyin mashinaning go'rildigan ovozimi aniq anglandi va uzoq o'tmayla oldimdagi yo'l bo'ligidan qiyilib, keyniga burildi. "Apla, ketib qolgan bo'ldi-da. Birdam saqlab turgan bo'lsa, chiqib olgan bo'lsam bu kashki." Xo'sh do'stlar, hikoyamizning ikkinchi qismi bugun mush yerda tamam. Bosh personajimiz bu mashinaga ulguralarmi? Uni yana qanday qismatlar kutib turayotgandi? Asarning davomi qiziqsanglar, diqqatinglar davomliq keyingi son mas'ullarimiz bo'lsin. Keyingi sonda ko'rishguncha xush vaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.